Özümüzün qimmatini bileyli. Abdori Muhammad Yusuf. Uyg'urlar islom nuqtasidan aytgandimi, insoniyat va madaniyat nuqtasidan aytgandimi, qimmatlik bir millat va qimmat yaratgan bir xalq. Uyg'urlar yaratgan 4 cho'ng kashfiyot va turkiy xalqlar ichida tunji islom hokimiyati hisoblanadigan Qarxonlar davlati buning misoli. Uyg'urlarning dunyo madaniyatiga va islom madaniyatiga qo'shgan tuhfalari intayin ko'p. Uyg'urlar turkiy xalqlar ichida tunji bo'lib shaharlashgan xalq. Afsuski, keyingi bir qancha asr mobaynida Uyg'urlarning beshiga kelgan krizislar va baxtsizliklar ularning ruhiga ta'sir qilgan bo'lib, bu sababdan o'zining qimmatini va o'zidagi javharlarni bilmaydigan bo'lib qolgan bo'lishi mumkin. Arablarda mag'lub bo'lganlar g'oliblarni o'ziga ulgu qiladi deydigan maqol bor. Hozirgi dunyoning holiga qarab boqadigan bo'lsak, o'zini mag'lublar qatoridan sanab, safning eng oxiriga tizilib turgan millatlar rostilla orqada qolgan. Ammo o'zini g'oliblarning qatoridan sanab, safning oldida turganlar har tarafdan g'olib kelmoqda. Chunki mag'lub millat ruhiy jihatdan mag'lub bo'lganligi uchun o'zining mag'lubiyatini o'zi belgilab bo'ladi ekan. Shunga ular hamisha g'oliblarning orqasida mengishni o'ziga ravo ko'rdi ekan. Ammo g'oliblar o'zining g'olibiyatini o'zi sezib, suv yo'lda mangadi ekan. Islom dunyosi 16-asrdan keyin dunyoda g'oliblik rolini va taraqqiyot ruhini Yevropaliklarga o'tkazib bergandan keyin har tarafdan mag'lub xalqlarga aylanib qoldi. Shuningdan beri musulmonlar musulmon emas millatlarni o'zlariga ulgu qildigan, o'zlarining qimmatini va o'zlaridagi javharlarni bilmaydigan bo'lib qoldi. Uyg'urlar dal shundoq bo'lib qoldik. Buningga misol nihoyat ko'p. Oddiy bir misolni olayli. Biz o'zimizning qimmatini bilmaydigan bo'lib qolgan kunimizdan boshlabla boshqalarni cho'ng biladigan, ularga talpinadigan, ularning hamma narsasi bizninkidan mukammal va yaxshi ko'rinadigan bo'lib qoldi. Shuning bilan biz boshqa millatlarning qahramonlarini, olimlarini va hunar san'at egalarini o'zimizning orasidan yetishib chiqqan qahramonlardan, olimlardan, hunar san'at egalaridan afzal biladigan bo'lib qoldik. Bu xohish hayotimizning hamma sohasida o'zini ko'rsatadigan bo'ldi. Ondan Uyg'ur jamiyatida rasmiy umumlashdi. Agar biz olimlarimizni o'z zamonida dunyoga tunishtira olgan bo'lsak, nurg'un kishilar dunyo sahnasidan o'rin olgan bo'ladi. Masalan, Abduqodir Domullam islom dunyosida misli tepilmaydigan darajadagi islohotchi olim edi. Abdulxoliq Uyg'ur millatimizni uyg'otishga tirishgan va shu zamonlarga nisbatan dunyoda tunilishga tegishli vatanparvar zot edi. Ammo biz ularning qadrini bilmadik. Ularni dunyoga tunish uyoqtirsin, ularni jimiqtirdik. Hozirmi biror diniy yoki ilmiy mavzuni o'zimizdan chiqqan olimlarimizdan beri nihoyat yetarlik yo'ritib beralsimi, biz uningdan tuvanroq turadigan saviyadagi biror arab yoki turk va yoki o'zbek olimining leksiyasini anglashni afzal ko'ramiz. Ular bizning millatdan bo'lmaganligi uchunla ko'zimizda cho'ng ko'rindi. Mana bu bizdagi o'zini tuvan ko'rib, boshqalarni cho'ng bilish yoki o'zidagi qimmatlarni tanimay, boshqalardan qimmat izlash xohishining bir misoli. Turkiya xalqi biz bilan qandosh. Ammo o'zining qimmatini bilish masalasidagi ahvolimiz bir-birimizga tubdan o'xshamaydi. Turkiya turklari o'zining qimmatini biladi. Boshqalarni o'zidan ustun ko'rmaydi. Boshqalarni cho'ng bilmaydi. O'zini cho'ng biladi. O'zini, o'z xalqini, o'zi ishlab chiqargan narsalarni va o'zidan yetishib chiqqan ixtisos egalarini qadrlaydi. Ularni boshqalarga tang qilmaydi. Turklardagi milliy ong bizdan alohida yuqori. O'zini qadrlash, o'zidan chiqqanlarni himoya qilish ruhi nihoyat mukammal. Ular o'zining bo'lgan har narsani qadrlaydi. Boshqalarnikini o'zlarininkiga hargiz ustun qilib olmaydi. Addisi, boshqa millatning olimlarini o'zining olimlaridan alohida ustun ko'rib ketmaydi. Boshqalarning san'atchilarini o'zining san'atchilaridan yuqori bilmaydi. Turklardagi o'zligini qadrlash xohishi shu darajaga yetib borganki, ko'p sondagi turklar Saudiya Arabistonda Podshoh Fahd Qur'on nashr qilish akademiyasida besilgan va dunyoda umumlashayotgan Qur'on Karim nusxasini o'qimay, o'z davlatida besilgan Qur'on Karim nusxasini o'qiydi.
Шуңа haj va umr qilish uchun Saudiya Arabiston kelganlarning ko'plari Turkiyadan o'z o'qiydigan Qur'onni billa ilib kelib shuni o'qiydi. Hatto Masjidi Haramda shuncha Qur'on ko'p tursimi, yanada o'zi Turkiyadan ilib kelgan Qur'onni o'qiydi. Men bundaq qilishni targ'ib qilish uchun bu gapni qilmadim. Faqat turklardagi o'zingini qadrlash ro'yiga misol uchun keltirdim xolos. İnsan özünü qanchalik qadrlasa, boshqalarmi uni qadrlaydi ekan. Millatmi shuning o'xshaydi ekan. Bir millat o'zining qimmatini bilmasa, boshqalar qandoq bilsin? Bir millat o'zini qadrlamasa, boshqalar uni qandoqmi qadrlasin? Biz mustamlikada qilib erkinligimizni yo'qotgan bir xalq bo'lsaqmi, izzatimizni, qimmatimizni va dunyodagi o'rnimizni yo'qotmadik. Biz xil-xili millatlardan yaxshi va qimmatli millatmiz. Biz dunyodagi ko'plagan musulmon millatlardan yaxshi. Oddiysi, bizdagi yemek-ichmaklardagi halol haromni ilg'ash xislati, mehmondo'stlik odati, mana men degan ko'plagan musulmon xalqlarda yo'q. Chunki bizda islom madaniyati bilan milliy madaniyat kiralishib ketgan. Biz izilgan bo'lsaqmi, erkinligimizdan mahrum qilingan bo'lsaqmi, qimmatimizni yo'qotganimiz yo'q. Biz yanala qimmatli millat. Oltin to'piga ko'milib ketsimi, yanala oltin. U o'zining qimmatini yo'qotib qo'ymaydi. U vaqt kelganda yanala paqiraydi. Shunga biz o'zimizni qadrlayli. Oldi bilan o'zimizning qimmatli ekanligimizga ishonayli va o'zimizningini qadrlayli.